qishloqqa haliyam bormi o'g'irlab ketish u yoq bu yoq qizlarni? Bunisini eshitganim yo'q. Ya, Lekin oldinda bolalarni og'zida bor shu narsa. o'g'irlab ketaman deydi. Nima qamalib ketasan demaysizmi? Siz aytganda sochisini yubaraverib oxiratini qilganingizga qarab turib o'g'irlab ketaman. Davlat qo'lidan kelsa qilmayman. Shunda jag'i yopiladi. O'g'irlab ketsa nima qilasiz? Shu bilan yashaysizmi? Ha? Men uni o'g'irlab ketishiga qo'ymayman. Siz kuchingiz yetmaydi-ku. Ikkita jo'rasi bilan keladi, aldab suldab. Men birov bilan ko'rishmayman. Даже unaqa ko'chada yurmayman ham bekorchi. Kechqurun ayniqsa umuman ko'chaga chiqmayman. Mana kelyapsiz nimadan? Shu ishingizdan. Yo'q, taniysiz, jo'rasini tanimaysiz-ku. Masalan, Chechniyada, Dog'istonda o'g'irlab ketadi jo'ralari kuyovni, qiz bolani. Yigitni o'zi o'g'irlamaydi. Anaqa emas. Men ishga ham o'zim alohida taksida qatnamayman. Oyim Urgutda sexda ishlaydilar. Ular mashinalarda borib kelaman. Hay, misol deyapman. Piyoda bo'lishingiz mumkin. O'sha kuni onangiz masalan ishga chiqmagan, majbursiz. Masalan, Damas'mi avtobus bilan borishgada shu payt keldi, o'g'irlab ketdi sizni mana. Bir kecha men masalan o'sha yoqqa ushab turadi, keyin qo'yib yuboradi. Uje u iloj yo'q. Siz turmushga chiqishingiz kerak. Uje bo'lmaydi-ku. Narsa haqida o'ylab ko'rmayman. Shu nimaga Dog'istonga shunaqa qilar ekanda. Qirg'izga yo'q. Qirg'izga shunaqa deb eshitganman. Qozoqlarga yo'qmi? Bizda o'qiydi-da, Qoraqalpoq dugonalarimiz. Ularda agar rozi bo'lmasa bermasgan qizni. Yo'q, o'g'irlab ketsa u majbur uje. U qiz badnom bo'ladi-ku. Unda nima qilmas ekan? O'g'irlab ketgan taqdirda ham qiz men bunga turmushga chiqmayman desa hech nima qilmas. Men bitta jo'ram shu sevgan qizi bermaganiga ota-onasi shunaqa olib ketdi Toshkentga. U qiz endi rozi edi-da, yurardi. 2 kunmi 3 kun olib yurdi Toshkentga, ota-onasini o'zi telefon qildi. Kelinglar, to'yingizni qilib beraman. Qizni o'zida ham bo'lganda. Yo'q, u endi aytyapman, yurgan u qizni ota-onasi prosta bular eshon bo'lgani uchun yo'q degan. O'zimizda ham bor ekan, lekin shunaqa sevgani bilan qochib ketadiganlar. Ko'p-ku bunaqalar. Tiqilib yotibdi. Menda ham ota-onasi shuncha katta qilib, shuncha yordam podдержка qilgandan keyin bu ishni qilishni to'g'ri menimcha. Bu noto'g'ri ekan ishni. Endi sevgan endi u yoshda ko'ziga ishima ko'rinmaydi-da. Shu bilan baxtli bo'laman deydi, u deydi, bu deydi. Ertaga lekin 1 yil, 2 yil yashab ajrashib ketgani ham ko'p. Shunaqa qochib. Даже 2007-da hozir turmushga chiqib, farzandli bo'lib ajrashishga ulguryapti ekan. Men ularni eshitib shokda. Hali narsa haqida men o'ylab ham ko'rmaganman. Hayot tezlashib ketganda, hayot tezlashib ketgan. Men shunaqasini ko'rganman, turmushga chiqib yana o'sha sevgani bilan yurganini ko'rgan. Turmushga chiqqan boshqa yigitga lekin yuribdi. Bunaqasini men ham ko'rmaganman, lekin eshitganman. Bunisi вообще yomon. Bunisi juda yomon. Shunaqasidan Xudo saqlasin. Bizga sal noto'rida mana bu qiz bolani majbur qiladi ba'zi oilalar.
yigitni majbur qiladi. Biz qarindosh u yoq bu yoq olasan shuni deydi turadi. Lekin bu yaxshi emas qarindoshni o'ldirish. Hozirgi bolalar xuddi aytyapmanki qizlarga o'xshaydi-da. Qizlar oldin bolani tanlasa, hozir naborat bolalar qizlarni tanlatganmishda. Qizlar bolalarni tanlayapti deyapsizmi? Oldin masalan sochi borsa uchrashuvga chiqib ko'rib qiz bolaga qarab ha yoqdi yoqmadi deb turib turmushga chiqishga rozi bo'lgan bo'lsa, hozir naborat bolalar qizlarni tanlayapti. To'ylaydi. Oldin qizlar tanlagan. Chunki shu oxirgi paytda Zo'r gapirdik. Lekin hamma yigitlar o'ylaydi, men tanlayapman deb qizni. Lekin qiz tanlaydi. Chunki oxirgi menga soch kelganda aytishdida, men qishloqdagi ikkita uchta o'rtog'imni ko'rsatgan ekan. Bittasi qorachadan kelgan, bittasi sal to'lacharoq, bittasi sal oltiroq shunaqa bo'lsa, bunisi qora, bunisi to'lacha deb tanlaganmishda tavba qildi. Men rasm ko'rsatib, ha bitta boringlar sochiniki nima derdi. Ya dedim, yo'qoting mana dedim. Siz qayerdan bilasiz qizlar tanlashni? O'zidan kelib chiqib aytyapsiz. Qiz bola yo'qmisiz turmushga chiqmaydi, hamma ham unaqa emas. Lekin men fikrimcha shunaqa. Lekin bu hamma misol shunday olsa, hamma o'ylaydiki, yigit kishi tanlaydi. Hozirgi paytda yigitlar qizlarni Oldin ham shunaqa deb o'ylaganda, hozir ham qizlar tanlaydi. Qanaqasiga yigitlar tanlaydi? Yo'q, shunaqa ekan. Aytyapman. Yo'q, qanaqasiga? Yo'q, rasmga to'g'ri, baribir u borishiga qiz tanlaydi-yu, yoqadi, yoqmasligi. Lekin ikkalasi ham bir-biriga yoqib qolsa ham yaxshi. Agar yoqmasa, uydagilar ham majbur qiladigan holatlar ham juda ko'p bo'lyapti. Bizda emaski, urgutdi shunaqa bo'lsa. So'ramasdan beraveradi. Bir og'iz aytadi, shunga beryapsan, все. Shu yamonda keyin ana shuning uchun ajrashishlar ko'p bo'lyapti-da. Просто hozir menman degan bolani o'zi yo'q-da. Mujik prям. Bunaqasini ko'rganim. Endi mana o'zingiz 20 yoshda-da, sizni masalan olaman degan yigit necha yoshda deb o'ylaysizmi? Keladi. 22, 24da u hali hech nimani ko'rmaganda misol. U hozirgidek yoshda tez rivojlanyapti. To'g'ri. Mana qarangda, shunga uni masalan bilish kerak. Uni ota-onasi обеспечить qilib qo'ygan bo'lsa, u siz aytgandek u yigit emas u. Ana o'zi borib заграницаga yo'q yoqqa ishlab 1-2 so'm pul topgan bo'lsa, o'sha erkak bo'ladi. U siz aytgan bola ota-onasini puli bilan yurgan, u hali bola u. Tushunyapsizmi? 2003larga nisbatan 2007-2008larda mening yasi kuchliroq. Buni e'tibor berib qarasangiz. Keyingi pokoleniya hay kuchli bo'lib chiqadi. Bizda 2000-2006lar atrofidagi pokoleniya umuman bo'lmaydi desam ham bo'ladi. Endi sizga shunaqada ko'rinyapti. Chunki bilmadim, balki menga shunaqasi uchragani uchun. Chunki masalan uyga soch kelgani shundan keladi, bir gaplashib ko'r deyishadi. Shuni telefon orqali gaplashaman. Shuni bitta gapirgandan qanaqaligini bilsangiz bo'ladi-da. Siz aytganda men olaman, oxirigacha boraman deb anaqa qilgan bolani ham ko'rdim-da men. Bormadi endi. Nima desam, u orqamda ancha 2 oylar yurdi. O'qishimga ham kelib turib o'qib, oxiri men aytdim, gapirmas, boshida gapirmadi, nima ketaverganimni. Oxiri aytdimki, bor dedim, oyim bilan gaplash dedim. Uydagilar bilan gaplashdim. Uydagilar gaplashmadi, shu bola bilan dedim, gaplashaman dedim. Uydagilarni yuborganda oyim bitta yaxshi gaplarni gapirib jo'natganlar qaytib qorasini ham ko'rganim. Shu aytyapman-ku, mana shu ota-onasini puli bilan yurgan u. Ota-onasini puli bilan yurgan emas ekan lekin. Ha, o'zi ishlar.
Ammam chunki bizlar qo'shni qishloqda-da, ammam qo'shni qishloqda turmushga chiqqan. Ammam qizlar bilan sinfdosh ekan-da. Ancha yoshligidan beri o'zi pul topib katta bo'lgan bola bu. No hozir haligacha men kuzatadi. O'rtoqlar yozib turadi, qishloqdamisiz, ko'rinmayapsiz ekan deb turib. Dugonalarim yozar ekan, gapim bor, sizda ko'rishib gaplashsak bo'ladimi deb turib, lekin nima gapi borligini aytmaydi. Peshonani yuragidan yomon urib qo'yibsiz-da. 5 oy oldin bo'lgan shu voqea. 5 oydan keyin yaqinda kecha ko'rdim mana shu bolani. Ko'rganim yo'q, mashinani ichida просто deraza ochiq edi, menga ko'z tushib qoldi-da, indamay qoldi. Mana shu Ipak yo'li bank boralarmi? Qayerda? Men bilmayman. Ayting-da, joyini. Mana shu yerda. Marhamat, singlim, mayli, ishlaringizga omad.